anlatgandan bir qiyomatlik urush bo'ldi-da, o'sha urushga kirgan hamali sherigimni manetdan uzib 3 bo'lak qo'yibdi. Kelib qaytib kelsam, chasta haligi ahvol, hali qo'shnim 3 bo'lak bo'lib yotibdi. 20 ta zis mashina pachaq. Zambaragam yo'q, odam ham yo'q. Mashina ham yonayotibdi. 1941-yil 22-iyun tongida fashist nemis qo'shinlari va uning ittifoqchilari Sovet ittifoqiga bostirib kiradi. Nemisni o'rasa akuzda qolib ketganmiz-da, otib qo'y, nemisni qo'lda qolmay o'lmaydi, sen otib qo'ydi, yelni taq. Nima askarlarimiz meni qo'ynaqa nimaga. Endi xullas aytgandan keyin Xudoga shukr qutulib chiqib, avtomatdan o'qidim, men aytgan betan shumara biqirimga tep, yurakka tegmak, suakka tegmak, shunday orqamdan chiqqan. Avtomatda o'qib. Bu urush o'zbeklarni ham chetlab o'tgani yo'q. Aynan o'zbek oilasining minglab a'zosini yostig'ini quritdi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 530 mingdan ortiq o'zbek yigitlari aynan jang maydonida halok bo'ldilar. Первый истребительный бригада 7535 adashmagan bo'lsam adashib ketdim. Shu artilleriya polkida xizmat qilganman. Urushga Xarkovdan tushdim. Xarkovdan tushib Ukrainaning boshidan oyog'iga kirmagan shahrim qolmadi. 18 yarimi o'sha Ukraina ichida jang qildik, tamom shaharlarni ko'rdim. Qonli jangda 2 milliondan ortiq o'zbek yigitlari safarbar etildi. Afsuski, shulardan 160 ming nafari bedarak yo'qoldi. Bugungi kungacha esa motamsaro ona hali hamon o'zining farzandini kutayotgandek bizga tuyuladi. Mana tushlik kunda yuribmiz, O'zbekistonimiz mana bu qancha tuzilgan bo'lsa, O'zbekistonim bunaqa gullab yashnagan bo'lmagan. U davrlarda mana endi mustaqil bo'lgandan keyin Xudoga beadad shukr, O'zbekistonimiz ilgariga qarang 40 barobar, 50 barobar o'zgarib ketdimi, ha? Qishloqlar ham shahar bo'lib ketdi. Qurishlar ko'p bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana shunday qilib rozi bo'lib yashayapmiz. Mana prezidentimizga ham rahmat, axir kecha kunduzi kunduz demasdan mahallalar, qishloqlarga borib aylanyapti. Yana bitta qizni gapirib qo'yasiz gap. Yoshligimizda gap chiqqanki, qaysi odamning qo'li podshoning qo'liga tegsa, so'rashsa, boy bo'lmay qolmaydi degan gap bo'lardi. Eshitib oling. Podshoning qo'li tegmagan qo'l ham kam qoldi. Qayta yig'ilish bo'lsa, birma-bir quchoqlashib ko'rishadi bechora. Yona o'tirimi? To'g'ri. Men aytaman, O'zbekiston hammasi boyib ketdi, qo'ygim keladi-da. Qo'l tekkanda hammasini-da. To'g'ri. Atayindan bori istar oralab yurib so'rashadi. O'tiramizda chaqirardi Toshkentga. Quchoqlashib ko'rishardik.
Oturup durmayın boynunuzu asılıp şuna kılıp körüşerdi beçara ya sağ olsun diyeyim. Özbekistan'da baktığı sağ olsun Özbekistan'a kösteymesin. Yaman devletler asılmasın diyen fikrim var. Urush bo'lmasin asosiysi. Ha? Urush bo'lmasin. Bo'lmasin. Başka devletler Özbekistan'a kadem basmasın.